Demak, bugungi mavzuyimiz algebrik ifodalarni soddalashtirish deb ataladi. Demak, ular ustida misollar ishlab ko'ramiz. Demak, b plus b plus b. Demak, 3ta b bo'lgani uchun 3b deb yozib qo'yamiz. Ikkinchi shartida esa q plus q 2q bo'ladi. Undan yana bir q ni ayirib tashlasak, q ni o'zi qoladi. Hop. S shartida 7n ga 3n ni qo'shish kerak ekan. Demak, bu yerda oldida koeffitsiyentlarni qo'shamiz va 10n bo'ladi. Hop, D shartida 12k dan 11k ni ayirishimiz kerak ekan. Demak, ayiramiz. K ni o'zi qoladi. Demak, bu yerda 1k deb yozsak ham bo'lardi, lekin bir koeffitsient ko'p holatlarda yozilmay qoldirilib ketilsa ham bo'ladi. Hop. Keyingi Y shartida esa 10r ga 12r ni qo'shib va yana unga 4r qo'shishimiz kerak ekan. Demak, oldida koeffitsiyentlarni qo'shib chiqamiz. Bizda esa 26r hosil bo'lar ekan. F'da xuddi shunaqa davom etamiz. Oldida koeffitsiyentlarini qo'shib va 8 ni ayiramiz. 20j plus 6j minus 8j. Demak, 26 dan 8 ketsa 18j bo'lar ekan. Hop. Keyingi shartimizda esa 3h qoladi. Hop, shu qatori h shartimizda 4dan 1tani ayiramiz va yana tni ayirib 6tani qo'shar ekanmiz. Demak, 8t hosil bo'ladi. Hop, keyingi shartimizga o'tamiz. Keyingi shartimizda esa 10y ga 3y ni qo'shamiz, 2y ni ayiramiz va yana 4y ni ayirar ekanmiz. Demak, bizning javobimiz 15, 15dan 2 ketsa 13, 13dan 4 ketsa 9y bo'lar ekan. Hop. G shartimizda esa ham shunday davom etadi. 20dan 4z ni ayiramiz, 5z ni qo'shamiz va 6z ni ayirib tashlar ekanmiz. 20zdan 4 ayirsak 16, 16 ga 5z 21, 21dan 6z ni ayirsak 15z hosil bo'ladi. Bu quyidagi misolimizda esa quyidagi algebrik ifodalarni soddalashtiring deyilgan. Hop, bu o'tgan mashqimizdan ozgina farq qiladi. Chunki bu yerda noma'lumlar va ma'lumlar qatnashgan. Demak, noma'lum sonlar mana bu 8a va 3a, ma'lum son esa 5. Demak, biz noma'lum sonlarni ma'lum songa qo'shmaymiz. Faqatgina noma'lum sonlar oldiga koeffitsiyentlarni qo'shib olamiz. Demak, 3a ga 8a ni qo'shamiz, 11a bo'ladi, plus 5 ning o'zi qoladi. Chunki buni qo'shishga boshqa sherigi yo'q. Shuning uchun bu harfiy ifodamizning javobi 11a plus 5 ni tashkil etadi. Keyingisida ham xuddi shunday amal bajaramiz. Demak, 10x ga 2x ni qo'shamiz, 12x plus 11 ni o'zi qoladi. Chunki boshqa ma'lum sonimiz yo'q. S shartida esa y-larni tagiga belgilab olamiz. Faqat noma'lumlarni alohida qo'shamiz, ma'lum sonimiz esa o'zi qoladi. Demak, 1y ga 3y ni qo'shsak, bizda 4y hosil bo'ladi va 7 ni ayirib yozib qo'yamiz. Hop, keyingisida esa ma'lum sonlarimiz ham 2ta ekan, noma'lumlarimiz ham 2ta ekan. Demak, ma'lum sonlarimiz 2 va 7, noma'lumlarimiz j va 7j ni tashkil etar ekan. Demak, 1j ga 7j ni qo'shsak 8j hosil bo'ladi. 2 ga 7 ni qo'shsak esa 9 hosil bo'ladi. Demak, 8j plus 9 harfiy ifodamiz hosil bo'ladi. Hop, bu mashqimiz ham shunday davom etadi. Demak, noma'lumlarni tagiga belgilab olamiz. 12q minus 5q va plus 6q.
Bizda -6 esa ma'lum son bo'lgani uchun alohida belgilaymiz. Demak, noma'lumlarni oldidagi koeffitsiyentlarni ayirib, javobini yozib olamiz. 12q dan 5q ni ayirsak 7q, 7q ga 6 ni qo'shsak esa 13q ni tashkil qiladi va ayiruv 6 ni yozamiz, chunki boshqa ma'lum koeffitsiyentimiz yo'q. Hop, f shartida ham noma'lumlarni belgilab olamiz. Demak, noma'lumlarimiz 15m va 4m. Ma'lum sonlarimiz 4 va 6. Demak, 15m dan 4m ni ayiramiz. Negaki 4 ni oldida ayiruv belgisi turibdi. Shuning uchun minus belgisi turgani uchun ular ayiriladi. 15 dan 4 ni ayirsak 11m va 4 ga 6 ni qo'shsak 10 hosil bo'ladi. Demak, bizda 11m plus 10 harfi ifodamiz hosil bo'ldi. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, 15k plus 8k minus 20k. Bu noma'lumlarimiz, minus 1 esa ma'lum sonimiz. Demak, 15k ga 8k ni qo'shamiz oldida, chunki plus amalimiz turibdi. Qo'shsak 23k bo'ladi. 23k dan 20k ni ayirsak 3k ni o'zi qoladi. Va ma'lum koeffitsiyentimiz minus 1 bo'lgani uchun minus 1 ni yozib qo'yamiz. Keyingisi. Hop, 20 b noma'lum, 15 b noma'lum va minus 3 b noma'lum. 3 bizda ma'lum son. Demak, 20 b dan 15 b ni ayiramiz 5 b, 5 b dan 3 b ni ayirsak 2 b hosil bo'ladi. Plus 3. Keyingi misolimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda 25s noma'lum, minus 4s ham noma'lum, plus 6s ham noma'lum. Ma'lum sonlarimiz 10, minus 8. Demak, ma'lum sonlarimiz bilan noma'lum sonlarimizni qo'shib ayirib olar ekanmiz. 25s dan 4s ni ayirsak 21s, 21s ga 6 ni qo'shsak 27s bo'ladi. Hop, 10 dan 8 ni ayiramiz, chunki 8 ni oldida minus turgani uchun 10 dan 8 ni ayirsak plus 2 bo'ladi. Keyingi harfiy ifodamizda esa 36 va noma'lum, 4 va ham noma'lum, 8 va ham noma'lum. Hop, bizda 15 va minus 10 ma'lum sonlar. 36 v dan 4 v ni ayirsak 32 v, 32 v dan 8 v ni ayirsak 24 v bo'lar. 15 dan 10 ni ayirsak plus 5. Demak, harfiy ifodalarimiz 24 va plus 5 ni tashkil qilar ekan.